سرخط اخبار: کابل میزبان نشست سهجانبه طالبان، چین و پاکستان. Afg'onistonda yordamlarni ozayishi va sog'liq xizmatlarining buhronga muvojih bo'lishi. وردوج بدخشان شاهد درگیری میان گروهی طالبان. Amerika afg'onlar vaziyatini vaqtinchalik qurilishini ta'minot qilgan. و هشدار سراجالدین حقانی به جامعه جهانی. Va Germaniya bosh vaziri Turkiya bilan aloqalarni saqlab va mustahkam qilish uchun sa'y harakat qilishga ta'kid qilgan. خوش آمدید. مشروع اخبار: محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از برگزاری نشست سهجانبه میان طالبان، پاکستان و چین در کابل خبر داده است. به گفته او در این نشست درباره فراهمسازی زمینه همگرایی و تبادل دیدگاه‌ها در حوزه اقتصاد و امنیت منطقه‌ای بحث شده است. این در حال است که نماینده ویژه پاکستان در سفر قبلی خود از همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با طالبان، ایران، ازبکستان و چین نیز خبر داده بود. Afg'oniston sog'liq intizomiga xalqaro yordamlar ozayishi va toliblarning cheklovlari davomlangani uchun mamlakatda mutaxassislar ozligi rivojlangan. Jihoz yo'qligi, ogohlantirish dasturlari to'xtatilishi va sog'liq xizmatlariga ayollar qo'l topolmasligi ayniqsa olis mintaqalarda shiddat bilan ko'paygan. Balx viloyatidagi bir qator homila ayollar sog'liq imkoniyatlari ozligi va iqtisodiy qiyinchiliklari bois urfi va sunnati darmonlarga borishga yuz keltirganlar. Balx, Bag'lon va Herot viloyatidagi mahalliy manbalarning aytishlaricha, milodiy 2025 yil boshlanishidan hozirgacha sayyor kliniklar soni ozaygan va kasallar osonlik bilan dorilarni qo'lga keltira olmaydi degan. Manbalarning ko'paytirishicha, Mazor-i Sharif 15 kilometr uzoqda bo'lgan mantiqa yashovchilari sog'liq xizmatlari yo'qligidan ranj tortadilar. منابع از درگیری در بدخشان خبر دادند. در پی درگیری در ولسوالی شهرستان وردوج ولایت بدخشان، منبع به خبرگزاری افغانستان گفته است که دست کم 20 طالب در این درگیری زخمی شدند. منابع افزوده است دلیل این درگیری میان اعضای طالبان منازعه زمین‌های علفچر می باشد. قابل ذکر است آمار دقیق هنوز به دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها تن در این درگیری زخمی شده‌اند. آن سو با تلاش‌های مکرر همکاران ما موفق به دریافت دیدگاه طالبان در این زمینه نشدیم. Afg'onlarni Amerikaga keltirilishi himoya qiluvchi Afg'on evoq tashkilotining boshlig'i Shonven Doyerning e'lon qilishicha, bu mamlakat Afg'oniston panoh izlovchilarining vaziyati vaqtinchalik qorayishini 60 kungacha ta'minot qilgan. Doyer janoblari X sahifasida yozishicha, federal davlat hozirda vaziyati vaqtinchalik qorayishini ta'minot bo'lishiga kelishgan. Uning ko'paytirishicha, hayot va ish uchun minglarcha afg'on bu dastaklanish vaziyatga bog'liqdir. Shonven Doyer Amerika davlati tomonidan vaziyatni vaqtinchalik qurish lag'v etilishini katta xiyonat degan. Bu shunday holda Amerika ichki xavfsizlik vazirligi bir oy oldin minglarcha afg'onning vaziyati vaqtinchalik qurilishi lag'v bo'lganini e'lon qilgan edi. و اینکه سراجالدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان در تازه ترین سخنرانی خود در جمع هوادارانش اعلام کرده است که مهاجران افغان در کشورهای اروپایی با شرایط بسیار دشوار زندگی می کنند و حتی توانایی دفاع از ابتدایی ترین حقوق خود را ندارند. به گفته او این مهاجران از حق تظاهرات نیز محروم اند. او همچنین از مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط امریکا انتقاد کرده و گفته است که انتقال این دارایی‌ها به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اقدام عادلانه نیست و این پولها متعلق به مردم افغانستان می باشد. حقانی در ادامه خواستار پایان ظلم،
ظلم جامعه جهانی نسبت به مردم افغانستان شد و تاکید کرده است که باید نظام طالبان با همان ساختار رسوم و ارزش‌های اسلامی و شرعی به رسمیت شناخته شود. او هشدار داده است که در صورت ادامه عدم شناسایی حکومت طالبان، مردم افغانستان سکوت نخواهند کرد. به گفته او ما بی غیرت نیستیم، با ایمان قوی مبارزه میکنیم، اما نباید فراموش کنیم که ما به جهان نیاز داریم و جهان نیز به ما نیازمند است. قابل ذکر است که سخنان سراج الدین حقانی بار دیگر نشان دهنده تلاش طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی می باشد. Germany bosh vaziri Turkiyani NATOning muhim sheriklaridan atab va Anqara bilan aloqalarni saqlab va mustahkam qilish uchun sa'y harakat qilishga ta'kid qilgan. Turkiya Anadolu yetkazmasiga ko'ra, Germany yangi bosh vaziri Friedrich Merz Brukselda NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan qo'shma xabari yig'ilishida Turkiyani NATOning muhim sheriklaridan biri degan. Uning ko'paytirishicha, Turkiya biz uchun NATOda muhim sheriklardan biridir. NATO ichida Turkiya bilan munosabatlarimizni kengaytirib va saqlashga urinamiz degan. Unga ko'ra, ushbu uchrashuvda Yevropaning Turkiya strategik yordamlariga niyozmandligi va hamkorligini qanday amalga oshirish masalasi haqida bahs etgan. تشکر از توجهتان به اخبار این ساعت. خدا نگهدار.